Bahardek güllerim vardı bir çağlar. Bahardek güllerini sığındım acab. Şu sebep özümni taşlavatmedim. Ötsümü beşimdin talayla kısmet. Köp qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. Beshinchi bob. Reallikqa aylangan kuch. 19-qismi. Tanhani davolash elib berilayotgan mushu kunlarda Xushxoyning bek charchash sabablik diqqati bekla chechiladigan, uzundan uzunga o'ltirib xiyol suradigan bo'lib qolgan edi. Eg'ir bisim, jiddiylik, g'am andisha qaysi bir odamga ta'sir qilmaydi deysiz. U tanha kasal bo'lib qolgandan buyon o'zining ayolligini unutib, xuddi erlardek jasorat bilan chidashlik berib yashayotdi. Bugun Tanhaning ahvoli xeyli yaxshi. Doktor texi tunugilla Tanhaning bu qadar chidamliq ekanligini o'ylab baxmaganligini Xushxoyga aytganda, Xushxoy ko'zlaridan xushalliq yoshlarini oqqizgan holda doktorlarga minnatdorlik bildirgan edi. Shunday qilib Tanha hayotlikning marhamati bilan yana bir qatam qayta yashash fursatiga erishdi. Bundan bir oila kishilari quvvatli xushal edi. Bu xo'sh xabarlarni anglagan Xushxoy hayotlikdan cheksiz minnatdor bo'ldi. Xushxoy kunsari qizillik yugurayotgan yo'ldoshining chiroyiga qarab, aytqusiz xotirjamlikka cho'mdi. Tanha to'liq tatliq uxlayotdi. Xushxoy uning qo'liga beshini qo'ygan holda cheksiz xayollarga g'arq bo'ldi. U mana shu jiddiylik ichida turgan kunlarda o'zlariga shu qadar ko'ngil bo'ladigan do'stlarining ko'pligidan xushal edi. Tanhaning eng yaqin do'sti hisoblanadigan Tanha Burkut, Zulfiqar, Yaqubjon, Tahirjon, Iftixor, Zulhayot qatorliq nurg'un do'stlar keyni-keyndan Tanha bilan Xushxoyga telefon qilib, ularning ahvolini so'rdi. Ham ularga cheksiz madadlarni berdi. Ularning ichida o'zi azob ichida ayrilgan bo'lsa-mu, ammo chin do'stligini saqlab qolgan Nur Alimi bor edi. Nur Ali shu kuni telefonda o'zini tutolmay yig'lab qolgan Xushxoyga eng yaxshi so'zlar bilan tasalli bergan edi. Ularning qalbida kishiga aytqusiz hasrat, o'kinish qolgan bo'lsa-mu, ammo yanala eng oxirda chin do'stligini saqlab qolgan edi. Bu vaqtlarda Zulfiqar Urumchidagi Shinjong Meyiblar alayda ma'rif maktabida o'qiyotdi. Zulfiqarning chiniqib salomatligi asliga kelgandan keyin chaqliq o'rindiq bilan xo'shlashganligidek o'z kechmishlarini yozgan maqolasi 2008-yili Beijing Olimpik tanarkat yig'ini harfsida Markaziy xalq radio stansiyasi radio jurnali programmasida e'lon qilingandan keyin jamiyatda kuchli ta'sir qo'zg'adi. Bunun bilan Turpan shaharlik Meyiblar birlashmasi uning bilan aloqalashib, uni Shinjong Meyiblar alayda ma'rif maktabiga o'qishga o'rinlashtirgan bo'lib, Tanha doktorxonada yotgan shu kunlarda Zulfiqar Shinjong xalq radio stansiyasida praktik qilyotdi. Dal shu kunlarda Qashqardan Tanha Burkut xizmat munosabati bilan Urumchiga keldi. Zulfiqar Tanha Burkut o'rinlashgan Chinar mehmonxonasiga borgan chog'da qonunchilik gazetida xizmat qilayotgan Alsugar Tanha Burkut bilan chaqchaqlashib o'tiradi. Bu uch do'st bir-biri bilan yangi boshdan tanishib, ahvollashgach tomoqlandi. Bu jarayonda Tanha Burkut ma'lum bir san'at o'migida ishlayotganligini so'zlab berdi. Shu chog'larda Alsugar Shinjong qonunchilik gazetxonasiga xizmatga tushganiga ancha uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, uning tirishchanlik bilan yozgan axborot xarakterlik nupuzliq maqolalari jamiyatda kuchlik g'olg'oli qo'zg'agan edi.
tamoq jarayonida tanha bir kun o'zining Elsuyar bilan tunishib qolgandagi qiziqarli ishlarini so'zlab berdi. Zulfiqar bilan tanha bir kun yana tanhaning doktorxonada ekanligi, ahvolining bekla og'ir ekanligini deyishib, bekla qayg'urishdi. Zulfiqar tanha bir kunning tanha bilan Xushxo'yga shu qadar tortishgandagi so'zlardan tanha bir kunning ularga bo'lgan cho'nqur do'stligi ham mehrini his qilgan edi. Bo'libmi tanha bir kun Xushxo'yning bekli jafoda qolganligini, uning azobining kichik emasligini qayta tilga olgan edi. Tanha bir kun yurtiga qaytib borgandan keyin o'zining kundalik xotirasiga shundoq deb yozgan edi. Necha kundan beri kayfiyatim faqat yaxshi emas. Chunki eng yaqin sirdosh do'stim tanha kasallik sababidan sakratga tushib qoldi. Xushxo'yga telefon qilganimda ahvoli haqiqatan og'irligini aytdi. Ular tanhani davolashning yana bir umidimi bor ekanligini tilga oldi. Nasib bo'lsa, bir xil saqayib ketsa, bir oila kishilarining, qarindosh ham do'stlarning ko'zidan yosh oqmaskan. Shu topda qo'lim hech ishga bormay, butun asyodim do'stimda qoldi. Garchi biz tor orqali tanishgan bo'lsak-mu, ammo do'stligimiz shunchalik cho'nqur. Xuddi biz kichik chog'larimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan qadinaslardek. Hatto ulardanmi cho'nqur. Tanhani ikkinchi qatam yo'qlab borgan chig'imda ularning o'moq o'g'li 1 yoshga kirib qolgan edi. Tanhaning ilgirki miskin, g'amkin holatiga xushallik, baxtiyorlik qo'shilgan edi. Ularning baxtli oilasini ko'rib, ichimda ularga shunchalik havas qilgan edim. Biri mening eng yaqin sirdosh do'stim, yana biri men yaxshi ko'rgan qiz. O'zining eng yaqinlari, o'zi yaxshi ko'rgan odamning baxtini ko'rishdimi ortiq xushallik ish bo'lamdi. Men ularga chin dilimdan baxtlar tilab qaytgan edim. Mana aradan 1 yil o'tgan bugungi kunda eng yaqin sirdosh do'stim tanha sakratga tushib qoldi. Mundaq ahvolda men qandoqmi qayg'urmay, jiddiylashmay tura olmayman. O har vaqt tanha bir kun, jinim og'ayna, sen behil talantliq, naqshidamsan, yumurchaqchaqdamsan, hammasini yetib etsan. Sen chuqum kelgusida katta natijalarni yaratadigan odam bo'lasan. Hamon bir kuni xalq ommasi seni bayqaydi. Adash, texmi tirishqin, deb o'zliksiz madad beradi. Men nemishqikin, bu qitim uni yo'qlab berishga jur'at qilolmay qoldim. Chunki bechora adashimni ko'rsam, qandoq azoblanib ketadiganligim o'zimga ayon. Shunga telefon qilibla uning ahvolini so'rdim. Xushxo'yning tiniqlaridan uning shu qadar azob ichida turayotganligini his qilib, uningga bargudakli tasalli bo'lsa berib, umidlantirdim. Ham uningga xotirjam bo'l, sizlar hargiz yolg'iz qolmaysizlar. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi, dedim. Telefonni qo'yganda bo'lsa, o'zimni zodilab bisvolamay yig'lab tashildim. Bu jahonda o'z yaxshi ko'rgan odamning baxtini ko'rish intayin huzur va xushallik ish bo'lgani bilan, o'zi yaxshi ko'rgan odamning azobini ko'rishdimi ortiq og'ir azob bo'lmaydi ekan. Men chidamayli qolgan edim. Do'stim tanhaning baldiroq shifolik tilishini chin dilimdan orzu qilaman. Navoda yaxshi kunning yomon bo'lib qolsa, Xushxo'yga boshpanohlik berib, o'g'lini o'z o'g'limdan chori ko'rib, do'stim o'tab bo'lolmagan majburiyatlarni jon fidolik bilan ado qilaman. Bu bir oila kishilarining egirkidek baxtlik, xotirjam, tinch turmush qo'yniga qaytib kelishini chin yuragimdan tilayman. Do'stim tanha cho'qim shifolik tepib, yaxshi bo'lib ketadi. Doktorlarning ko'ngil qo'yib davolashi, tanhaning yaxshi moslashib berish natijasida uning salomatligi mo'ljardikidan tez yaxshilanib ketayotdi. Doktorlar bu mo'jizaga hayron qolsa, yana bir tarafdan tanhaning qaysarligiga obrin o'qishadi.
Bir kuni doktor Xushxo'yni chaqirtib, Tanhoning kasallik ahvolini uningga yetkazgach, tuyuqsizla Xushxo'yning nemishqa yo'ldishini Tanho deb chaqirdiganligini so'radi. Qiziq ish. Yo'ldishingizning bir obdan Erkinjon deb ismi tursa, uni nemishqa Tanho deb ataysiz? Necha vaqtdan beri behli hayron qolgandim. Xafa bo'lmasangiz, deb bersangiz bo'lamdi. Sizdan nimani yoshiratdik, doktor? Bu ish asli mundaq. Men yo'lishim Erxon, ya'ni Erkinjon bilan telefon to'g'rida tunishgan. Uning asli ismi Erkinjon ekan. Lekin u tug'ilishda ojiz bo'lg'achqa, cho'nglar uni keyin xor bo'lib qolmasin, podshohdek yozsin deb Erxon deb chaqirgan bo'libdi. Shundoq bo'lganda Erkinjon degan asli ismi, Erxon degani erkilatma ismi. U to'rga chiqqanda Tanho degan nomni o'ziga taxallus qilgan. U o'zimi bizning shundoq chaqirishimizni yaxshi ko'radi. Onun ustiga mushnoga ko'nib qoptiman. U mening ismimni chaqirmay Xushxo'y deb ataydi danga. Ha, mundaq danga. Odamning faqatla ishangisi kelmaydi. To'rdan boshlangan muhabbat danga. Meni borgancha hayron qoldirib, ta'sirlantiryapsizlar jumu. Hozirgi jamiyatimizda sizlardek bir juftlar beklik kam uchraydi. Bek kam uchraydi. To'g'ri tushunganingiz rahmat, doktor. Biz mayli bir-birimizni qandoq atishayli, biz hozir hech qanday g'alati o'ylamaymiz. Ammo hozir o'g'limiz 3 yoshga qarab mandi. Men siz o'ylagandekidek amdi yo'lishimning haqiqiy ismini chaqirishni o'ylashyapman. Hamda to'g'ri o'ylabsiz. Ma'qul amsa. Sizni mo tutib qolmay. Yo'lishingizning ahvoli tamamen turaqlashdi. Men boyatin degan masalalarga diqqat qilsanglar, chatoq chiqmaydi. Rasmiyatlarni tugatib bo'lib, ahdila doktorxonadan chiqsanglar bo'ladi. Ana shu kundan e'tiboran ularning baxtlik, xo'shal-xo'ram turmushi yana boshlandi. Hammadan xo'shallanishga arziydigan shuki, bu qitimki davolashda ishlatgan dorilarning unumi Tanhoga bakli yaxshi manfaat qilgan edi. U endi burunqidek oson zukamdab qolmaydi, charchab qolmaydi. Tanhoning salomatligining yaxshilanishiga agishib, ular yezi bozor ichidan do'kon ijara elib, girim buyumlari va kiyim-kechak do'koni ochdi. Xushxo'y burundulla savdo setiqqa mahir bo'lg'achqa, do'kon ishlari xuddi sudek yurishib ketdi. Xushxo'y kundalik odati bo'yicha saharlab o'rnidan turib nashtalik tayyorlaydi. Tanhoga dori uchratdi. Uni 20 minut atrofida chiniqishga yetaklaydi. Ondan uni chaqliq o'rindiqda itargan holda yezi bozorga qarab yurib ketadi. Ular kechqurunligi do'konni boldirli taqab qaytib kelib, cho'nglarni xotirjam qiladi. Ham ularga bir kunlik savdo ahvolini doklad qiladi. Cho'nglar bu bir jiplarning to'limi ijil inoq, baxtlik turmushidan behli suyunadi. Ularning arzuliq o'g'li Umidmi to'limi timan sog'lom cho'ng bo'lyotadi. O chog'lardami ularning to'rdosh do'stlari bilan bo'lgan aloqasi uzilib qolmadi. Zulfiqar o'qish bitirib, yurti Pichan nahiyasida radio stansiyasiga ishga tushdi. Ibtihor, Tahirjon, Zulhayot, Tanho Burkutga o'xshash do'stlar kayni-kayndan turmush qurib balaliq bo'ldi. Bu araliqda yana Nuralining ayoli Guharoy ikkinchi bolasiga qo'rsoq ko'tardi. Do'stlarining mana shu xushalliqlarga ulapla Xushxo'ymi ikkinchi bolasiga qo'rsoq ko'tardi. Cho'nglar bu katta xushalliqni anglab texmi bek shotlandi. Xushxo'y bara-bara eg'irlab ketayotgachqa, ular bir mezgil do'konni taqab tijorat qilmadi. Bu chog'larda Öndidarda savdo qilish qizishga boshlagan bo'lg'achqa, Xushxo'y bilan Tanho Öndidarda savdo qildi. Ularning to'rdosh do'stlari Shinjongning har qaysi joylarida bor bo'lg'achqa, Öndidardagi savdosimi yomon emas yurishdi. Bu jarayonda Xotan Chiradin Yaqubjon Öndidarda salon qurish texnikasini obdan o'rganib olgan bo'lib, ularga Xushxo'y salonini qurib berib, texmi qulaylik yaratdi. Xushxo'yning burundan tartib salon qurish arzusi bor edi. Mana endi salon qurilganda, yo'ldoshi ikkisi birlikda esil asarlarni yezib, ovozga elib e'lon qildirdigan bo'ldi. Ularning to'rdosh do'stlari intayin ko'p bo'lg'achqa,
salon qurilish bilan tezla qo'llashga erishdi. A'zo sonimi kun sari eshib bordi. Ular endi ilgirgidek nuqul holda o'yindarda savdo qilmaydi. Esil asarlar bilan e'lon tashviqotni asos qilib salon boshquradigan bo'ldi. Yaqubjon, sizning etganliginiz xayrli bo'lsin. Ondaqda men sizning shu güzel tilaklarınız men üçün en yaxşı soğan. Bili bir vaqt çıqqanda tursan Xudoy yad etdigandamda shu tamoq haydab turibkanda. Eğer şuna koydum aslında şu güzel tilaklarınız temeli asla şu men üçün en yaxşı soğan. Yaqubjon, ma dostunuz mu? Ma adlarının ki mihrini belediye naqshini yapıptı bugün şu taraftan bir ispat emas mı? Kapılmay manada koşup çıkavattan bolsanız da. Tanha kunda mana mushundoq do'sti Yaqubjon bilan aloqalashib, salondagi mezmonlarni ratlaydi. Tanhaning ko'ngil qo'yib planlashi, Yaqubjonning minnatsiz yordam qilishi bilan xushxo'y saloni do'stlar to'limi yoqtiradigan bir salonga aylandi. Tanha uzundan beri o'ziga yordam qilib kelayotgan bu qadinas do'stini bekli ko'rish arzusi bor edi. Ammo Yaqubjonning salomatlik ahvolimi o'ziga o'xshash bo'lg'achqa, u o'zini yo'qlab kelolmaydi. Shonashqa bir kuni xushxo'y bilan paranglashib o'ltirib, mushu haqda eg'iz ochdi. Voy, ma'qul. Men avval tinijaman bo'shinib olay. Siz demisingizmi? Ishingizdikini bilib bo'lma Erkinjon. Xotirjam bo'ling. Nisib bo'lsa, Yaqubjonlarni cho'qim yo'qlab boramiz. Oradan uzoq o'tmay, xushxo'yning tug'ut vaqti tushib, yana bir o'moq o'g'il tug'di. Bu o'moq o'g'ilning dunyoga ko'z etish bilan bu bir oila kishilari o'zlarini to'limi baxtli his qildi. Bo'libmi Tanha ikkinchi o'g'lining xushxo'yga qo'yib qo'ygandek o'xshaydiganligidan bekli xushal edi. Xushxo'y bu oilaga kelin bo'lib kelgandan tortib, kuchadagi oilasiga to'limi kam qaytardi. Chunki uning yo'ldoshi Tanha uningga bekli muhtoj edi. Har qatim opasi kuchadan telefon qilib, o'zining noiti yaxshi turayotganligini, qilcha ansirmaslikni, xushxo'ydek bir qizning bo'lganligidan to'limi faxrlanadiganligini aytib, xushxo'yni xotirjam qiladi. Mana, hashbashdigicha oradan bir yil o'tib, Tanha bilan xushxo'yning ikkinchi o'g'li Imronmi bir yoshdan oshdi. O'tgan bir yil ichida ikkinchi o'g'li ham kichik, ham osonla og'rib qoladigan bo'lg'achqa, yo'ldoshi Tanha bilan Yaqubjonning ko'rishishiga zodala vaqt chiqmay qoldi. Mana endi ularning ikkinchi o'g'limi xeyli cho'ng bo'lib qolg'achqa, kichik o'g'lini uyda cho'nglarga qoldirib qo'yib, Tanha bilan Umidni Xotan chirodagi yaqin do'sti Yaqubjonnikiga elib bormoqchi bo'ldi. 2015-yili 5-oyning 1-kuni uzun vaqtdan beri ko'rishish arzusida yurgan bu ikki do'st oxiri didarlashdi. Ularning chehrida aytqusiz darajadagi xushallik, hayajon aks etib turadi. Soyibxon do'st Yaqubjon oilasidagilar bu mehmonlarni intayin qizg'in kutib oldi.